Assalomu alaykum hurmatli bolajonlar. Assalomu alaykum ularning ota-onalari. To'g'ri, endi Yulduzxon o'zlarining tengdoshlari bilan, tengqurlari bilan birinchi salom alaykum oldilar. Men bo'lsa ularning kattalar, ota-onalari bilan birga salom alaykum oldim. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Yaxshi. Albatta, bugun mening dadam zo'r loyihasining ikkinchi soni. Ulug'bek aka, Labbi. sizningcha eng zo'r dada qanday bo'lishi kerak? Menimcha eng zo'r dada bo'lish kerak. Albatta, eng zo'r dada bilasizmi o'zi qanaqa bo'lish kerak? Eng zo'r dada har bir ishda zo'r bo'lish kerak. Bolani tarbiyasida ham, ular bilan birga o'yin qarolik qilishda ham, ularga sovg'a salom olishda ham, xullas hamma vazifada zo'r bo'lish kerak. To'g'ri aytasiz. Keling unda bugungi ishtirokchilarimiz bilan tanishib olaylik. Albatta, bugungi ishtirokchilarimiz ham men eng zo'r dadaman deb mana shu ko'rsatuvimizga tashrif buyurishgan. Marhamat, ular bilan birgalikda tanishib olamiz. Bugungi ishtirokchilarimizni siz juda ham yaxshi taniysiz. Bizni ko'rsatuvimizning ilk mehmoni Olim aka. Chiroyli qarshi olinglar. Ajoyib ijodkor, serqirra ijodkor, ham muallif, ham ssenarist, ham vaynlar qiladi. Eng asosiy fishkalaridan biri juda komik qo'shiqlarni maromiga yetkazib ijro qiladigan insonimizga yana bitta gulduros qarshi olinglar. Olim aka, xush kelibsiz. Vaqt bo'ling. Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r, yangisi. Ya shoshmay turing oldin. Bola chaqalar haqida so'raylik. Bolalardan nechta Olim aka? Bolalardan 4 ta. 4 ta. Ha. 2 ta o'g'il, 2 ta qiz. 2 ta o'g'il, 2 ta qiz. Nima aldayapsiz? Sirlarni endi. Olim aka aldayaptilar. Ularda 4 ta emas bolalari. 5 ta bolalari bor, men bilaman. Do'stim. Ya do'stim nima? Do'stim nima? Ayolim ko'radi. 5-bolangiz qo'lingizga gitarangiz, aka. To'g'rimi? Katta o'g'lim bu. Ha, katta o'g'lingiz. Kayfiyatlaringiz yaxshi. Kayfiyatim yaxshi. Ana endi qani bitta qo'shiq bo'lsin. 1-sinfligimda yozgan qo'shig'im. Ustozlar chaman, men ulardan qochaman. Ustozlar chaman, men ulardan qochaman. Ular o'zi muloyim, dars o'tmasin iloyim. La 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 la. Yap so'z yo'q. Endi hamma narsani jufti bo'lgani yaxshi. Yana bitta. Alisher Fayzi ham bog'chada yozgan qo'shiq. Endi kursdoshim-ku, biz birga o'qiganmiz-ku. Ha, bog'chada birga bo'lgansizlar. Yo'q, bog'chada emas. Biz konservatoriyada parallel o'qiganmiz. Mayli, qani. Alisher Fayz bog'chada bog'cha opasiga aytgan qo'shig'i. Bog'cha opam bizni uxlatib, kotletlarni yeydi jimgina. Mo'ralasam ko'rpamni ochib, yomon quvdi ya. Ya qo'ydi. Rahmat. Olim aka, bugun ko'rsatuvimizda sizga omad tilab qolamiz. Rahmat. Albatta, bugun siz ham eng zo'r dada nominatsiyasi uchun bahs boylashasiz. Siz kim bilan bahs boylashasiz? Buni Yulduzxon o'zlari keyingi ishtirokchimizga tanishtiradilar. Ana endi Olim aka, sizning bugungi raqibingiz Sher Pozitiv taxallusi bilan ijtimoiy tarmoqlarda mashhur inson bu Sherzod aka bo'ladilar. Biz Sher Pozitiv dedik, Sher karate dedik. Mana qilish shart emas edi. O'zbekmi? 呀，我没有讲过他呀，这我听没有了，我这个我也没有成面一个， Yulduzxon. 多多。 Qaysi davlat bular? Hayron qolyapman men ham. Ya, Sherzod akam shunaqangi bir serqirra ijodkor. Istalgan tilda gaplashib keta oladi. Yana bularning bir yutuqlaridan biri shundaki, agar kelinoyim mehmondorchilik ketib qolsalar, Sherzod akam o'zlari bemalol kelinoyim ovozlarida bolalarni uxlata oladilar. Uxla bolam, tur o'rningdan. Uxlamagin. Universal. Normal o'tir bolam. Hech mana shu kelinoyim ovozlarida ertalab berganmisiz farzandlarga? Ishonmaydi baribir. Ishonmaydi baribir. Sherzod aka, sizda kayfiyatlar qanaqa? Yuragimiz urganiga, mana farzandlarimiz bor, yurtimiz tinch. O'shaning uchun ham kayfiyat har doim zo'r, to'g'rimi? Zo'r bo'lsa. Gap nima bo'lyapti sizga? Nima bo'lyapti? Bola aldamaydi, kayfiyatlar zo'r. Kamini yo'lda muzqaymoq olib bermaganlar farzandlariga, to'g'rimi?
Nechta farzanddan Sherzod aka? Bitta o'g'lim bor mani. Bitta o'g'il. Bitta. Boriga shukur, berganiga shukur. Berganiga shukur. kelaylik. Xullas, bugun siz ham Olim akaga qarshi bahs boylashga tayyorsiz. Albatta. Boshlasak bo'ladimi? Unda navbat birinchi raundga. Yo'q, birinchi shartga. Birinchi shartga, marhamat. Olim aka, tasavvur qiling, kelinoyim dadasi 5 minutga hozir qo'shnilarga chiqib kelsam maylimi deb chiqib ketganlariga 2 soat bo'ldi. Lekin uyda xamirlarni yasab, tayyor qilib qo'yganlar xamirlar bo'lsa oshib, tog'oradan toshib ketyapti. Ha. Nima qilasiz unaqa payt? Izidan bu bolalar jo'nataman, chaqirib keldingmi yoki tindirib bir nima qilib qo'yamiz-da. Xo'p, bo'ladi. Sherzod aka, sizda-chi? Sizda ham shunaqa holat, kelinoyim hozir deb 5 minutga deb 2 soatdan beri yo'li. Xamir aka, mana shu xamirlarni, masalliqlarni peshana teringiz bilan topib olib kelgansiz. Ishib toshib ketyapti. Nima qilamiz? Amallab boramiz a. Harakat qilaman uyda endi ovqat qilib turaman, lekin xamirli hech narsa qilmaganman hayotimda endi. Hozir harakat qilib ko'ramiz. Ko'rib oldim, hamma narsa bir xil ekan. Bir xil. Bizda hammasi shaffof va haqqoniy. Bo'lmasam, qarang, Sherzod aka, Olim aka. Abba. Hozir mana shu xamirlarni olib, siz mana bu yerda chaqcham bor, xamir, kerakli mana fartuqlar ham bor. Mana shu xamirlardan non, kulchalar yasashinglar kerak bo'ladi. Kimda ko'p bo'lsa, ana o'sha yutgan bo'ladi. Bu shartimiz uchun esa qancha vaqt beramiz? 2 daqiqa beray qolaylik. 2 daqiqa ichida kim ko'p non, qanday kulchalar yasasa, ana o'sha birinchi shartimizning g'olibi bo'ladi. Fartuqlarni taqib olasizlar. Shartni boshlaymiz. 1, 2, 3. Qani? Ana. Qalay bo'lyapti Sherzod aka? Bali farzandlik amallar himmat oldi. Zo'r. Qani. Bolam chapachalib qo'ymanga. Yaxshi. Mana kerakli mahsulotlar, kerakli anjomlar bor, mana chaqishlar bor. Bemalol istalgancha. Mana yaxshi, yomon emas. Tezroq. Sherzod aka, qani qo'sh kelmang. Olim aka tezlashib ketyaptilar. Vaqt ham qolyapti, tezlashamiz. Qani. Qani. Stop, qarsakiylar. Nonga qaraman bo'lmay qoldi bu nonga. Xo'p. Nonmi bu deng yo xamirni o'zimi deng? Mana shunga hozir hayron qolib turibman. Xo'p, bizning shartimizda kim ko'p non va kulchalarni yasash edi. Sherzod akamizda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta qarsakiylar. Olim akamda ham 7 ta qarsakiylar. Endi eng muhim pallasi tomoshabinlarimizga ko'rsatamiz. Baholanglar, bu Sherzod akamni tayyorlagan nonlari. Ana endi Olim akamni tayyorlagan non va kulchalariga bitta baho berib orasizlar. Tomoshabinlar o'zi baho bersa, bir xil sondagi kulchalar, lekin bir ularni ko'rinishi bo'yicha menimcha Buni qarang, Sherzod aka deganlar qarsakiylar. Qarang turishini. Yomon emas, lekin Olim akaniki chiroyli chiqdi. Olim akaniki chiroyli deganlar qarsakiylar. Xalq ana bo'lmasa. Ko'rib turganingizdek, demak, Olim akam gitaradan boshqa bir nonni ham yaxshi Farzand ekanlar Olim aka. Gap so'z yo'q. Olim akam demak bugungi ko'rsatuvimizda birinchi shartidagi birinchi g'olibi qarsakiylar. Qiyin bo'lmadimi? Bog'chada plastilindan yasardik-da bog'chada. O'sha esimga tushib ketdi. Sizga ham bugungi ko'rsatuvimizda birinchi sonida juda ham aktiv qatnashganingiz uchun rahmat. Biz esa bevosita ikkinchi shartga o'tamiz. Marhamat. Yunus, ha? Labbay. Nima qilyapsiz, singlim? Bolajon kanalida mening dadam zo'r ko'rsatuvini ko'ryapman. Juda qiziq ko'rsatuv ekan-a? Ha? Menga qarang.
televizor tagida hadeb o'tiravergandan ko'ra yuring, menga mashinamni yuvishib yuboring, yuring. Iye, aka, men hali kichkinaman-ku. Iya, singlim, men kattaman-u, lekin shunaqa bo'lsa ham darslaringizni qilishib yuboraman-u sizga. Voy, mayli. Yuring. Klara Jalilovani do'ppi tikdim, ipaklari tillodan. O'sha qo'shiqqa parodiya yozganman. Xo'p, qani eshitaylik. Ovqat qilay makaronu kadidan, hali pishsa mast bo'lasiz hididan. Go'shtlarini terib yema bola, tezroq borib makaronni sola. Go'shtlarini terib yema bola, tezroq borib makaronni sola. Lay 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 degan bir qo'shiqda. Gap so'z yo'q. Keling bo'lmasam, Sherzod aka, Olim aka, keling. Yulduzxon, Endi oshxonadan uyga kiramiz va uyga kiramiz. tikish va bitishni o'rganamiz. O'rganmaymiz menimcha. Yoshlikda o'zi tikishlar bilan shug'ullanganmizlar endi. Ha, Asosan boya- yigitlarimiz o'zlarini paypoqlarini tikishadi. Bitta ustoz odam sizga bitta gap bor bitta. Bu erkaklarni olib kelib xamir qildirib, tikish bichish qildirguncha bundoq ayollarni olib kelib g'isht quydirib, mana shlaka bloklar quydirib, va uylarni ta'mir remontlarini qildirib, naborot qiziqroq bo'ladi. Ko'rsatuvimiz mening onam zo'r bo'lib qoladi. Qo'ysangizchi. Ha. Bo'ladi-ku, yaxshi-ku. Mening onam zo'r, mening xolam zo'r, meni ammam zo'r, mening yangam Qo'shnim zo'r. yaxshi, qo'shnim. Mana ovozi o'zgarib qoldi. Ko'rmasmani, nina yeb ishlagan ovoz o'zgarib qoldi. Xamirdan keyin вообще xalanda kilo bo'lib qoldi. Mandala ko'p bo'lib qoldi buyog'i. Ko'rdingizmi? Amallaymiz Olim aka. Shartlarimiz juda ham oson. Har biringizga mana bunaqangi 4 tadan turli-tuman tugmachalar bor, katta. Mana shu matoga ularni bittasiga bitta ip Ha? bilan tikib berishingiz kerak bo'ladi. U ip qancha olsangiz, Ha. shu ip bilan amallab tikishingiz kerak bo'ladi. Keling, Ulug'bek aka, bu shartimizga vaqt bermasdan kim birinchi 4 ta tugmani qadab bo'lsa, Voy. ikkinchi shartimizda g'olib bo'ladi. Mana, demak bizda ikkinchi shart 1, 2, 3 boshladi. Qani. Voy. Amallab Olmayapti. qani, yaxshi. O'zi uyda ham bir narsani tikib turasiz. Jamanda o'tayam. Ham tugilmayapti-da. Voy, o'li. Olmagan bo'lsa, Sherzod aka ham boshladilar bu yerda. Qani. Voy, bo'laqa tez-tez. O'shaning uchun ipni qisqa olish kerak. Oxirigacha ishlatish kerak. Navez ishlar ishlayapti turarlarmi? Ha? Navez bilan ishlab turarlarmi? Sherzod, bolam baqirib turmaysanmi? O'tirishingni qara, qo'lingni og'zingga solib uyalmasdan. Da, doktor. Taniysan-ku meni? Qani. Olmaga uyda o'zim mana shu narsalarni tikib turasizmi? Bir bo'lib turadi. Dumalarimizni o'zimiz qadaymiz. Aha. Armiyada ham askarlarga o'rgatardi-yu. Armiyada o'rgatgan patifkalar tikishi. Shunaqa bolalarimni shimlari anaqalar uzilib qolsa ham o'zim qilib beraman ba'zi payt. Aka bo'lmasam shu syomkadan keyin ketib qolmang, bitta shimlarim bor edi. Bo'ldi. Qalay bo'lyapti Sherzod aka? Ayva, amallayapti shekil. Amallayapsizlarmi? Nima o'sha? Dada, buni tezroq tur. Davay, gapir. Buni gapir, Dada, zo'r. Da, debdi, davay. Olim akamda bitta qoldi. Bo'la qoling, sizda ham baravar kuchli tek. Qani. Kim birinchi bo'lish? Yaxshisan. Ularga tikishdan ko'ra ipni dinar orasiga o'tkazish qiyin bo'lar. Qani.
Stop! Stop! Olim aka, stop. Hop. Ana, bo'ldi. Bo'l, ana qarsigilar. Oldingizga. Harakat. Ozay. Sesi vado. Sesi. Nima? Olim akam 3 ta tugmani qadabdilar. Qani? Biz uyda tugma qadash bilmasak ham ota bola ovqatlar qilamiz. Qani? Ana muzikalniy. Ovqatlar tayyorlaganda qo'shig'imizni aytib tayyorlaymiz-ku. Mikrofonni oling. Ovqatlar bir kuni jam bo'ldi. Oshdan tortib mantiga qadar. Raqamlar bir kuni jam bo'ldiga parodiya yozganmiz. Qani, katta o'g'lim. Ovqatlar bir kuni jam bo'ldi. Oshdan tortib mantiga qadar. Eng birinchi bo'lib sho'rva keldi. Eng so'nida lag'mon darmadar. Nonni taklif qilmadilar ham. Uni ovqat qilmadilar ham. Maqtandilar ular o'zaro. Kelib chiqdi oxir mojaro. Nonni taklif qilmadilar ham. Uni ovqat qilmadilar ham. Maqtandilar ular o'zaro. Kelib chiqdi oxir mojaro. Oshxonada ayyorman derdi. Payshanba kun maqturman derdi. Gumba kelib ko'ksini kirdi. Men bo'lmasam student qayerda? Lavash, hot-dog, hamburgerdanar ko'p yesanga qomatga zarar. Lapshi chotki kesilgan ekan. Puyra rosa ezilgan ekan. Bo'ladi. Rahmat. Qarsigilar yaxshi. Pul bo'lmagan ovqat zotiga Ana. yazva kelar minib otiga. Kam yegan sog' omon bo'lur. Nafsi buzuq. Hayitda o'lur. Iloyim, bolajonlarimiz kattaga bo'lsa, iloyishlarni ketinglardan ketib, bu yerda mana Sherzod akamni bolalari, bu yerda Olim akamni o'g'illari qaysi kasb egallashdan qat'iy nazar sizlarga rahmat olib keladigan yigitlardan bo'lasiz. Demak, aziz teletomoshabinlar, o'zingizlar ko'rib turibsizlar, bu ikkinchi shartimizni g'olibi Sherzod Pozitiv. Nima aytyapti? Biz esa 3-shartimizga bevosita o'tamiz. Bizda 3-chi yana ham qiziq shart. Marhamat. Qalanda kino o'tib kelishardi. Seni nimaga yig'layapsiz? 50 ming pulim yo'qotib qo'ydim. Voy, shunga ham yig'laysizmi? Mana 50 ming bo'ldi. Nima yig'layapsiz yana? Agar hozir pulimni yo'qotmaganimda, pulim hozir 100 ming bo'lardi. Aziz teletomoshabinlar, bolajonlarimiz biz 3-shartni boshlashdan oldin mana bu ota o'g'illik qilayotgan qilig'ini qarang. Qani? Tur. Ha, qarsanglar bilan. Ur bakalım Bezo. Şpagat bola. Qani şpagat. Adasi bilan birga şpagat. Mana. Davay. Turamiz. Ni bacham, ni bachun. Ni tadawa, ni gay. Nó sôi đấy bà má. Chị chưa đâu. Voy. İki yaxshi. Tur. Bir, chop turaman, yordam. Davay, ket. Oxirigacha. O'g'il işte. Tamam, yordam beraman. Ketdi. Ha. Endi boshlayapmiz. Qo'ldan kelgancha. Siji. Qo'y bela. Qarsigilar. Gap so'z yo'q. Maylimi, men bitta 2 karra
Olimpiada chempioni Hasanboy Do'stmatov ham Andijondan chiqqan. Sherzod ham o'sha milliy taomlarimizni yeb, va Andijonda tog'ma-tog' sakrab yurgan qo'ylarini, dumbalariga bo'lgan go'shtlarni yeb, Oh, va chiniqqan sportga chiniqqan yigitda. Lekin mag'lubiyatni tan olish yo'q. tan olish yo'q. Lekin bilmasangiz bilib qo'ying. Bahodir Jalolov Surxondaryolik, a? Bilaman akani, taniyman. Bilasiz? Bu kichkinagina bolami? Zam Surxondaryoda. Ha, Bahodir Jalolov Surxondaryolik, Hasanboy Do'stmatov Andijonlik. Hammamiz O'zbekistonlik, sog' bo'linglar. Men bir narsaga hayronman. Menimcha siz mana shu sportlarni, mana shu truklarni o'rganib, ancha pulni yoningizga tejab qo'ygan ekansiz. Sababi bolalaringizni sirkka, tomoshaga olib borsangiz, o'zingiz qo'yib beraverasiz. O'zim uyda hammasi. Ha, uyda. Qolaversa hozir Toshkent shahar Barkamol avlod bolalar maktabi nomidan 33-ligi imkoniyati cheklanganlar maktabi bor. Sergelida o'shalarga ham gimnastikadan dars beraman. Gap so'z yo'q. Har bir inson yoshi kattami, kichkinami sport bilan shug'ullanishi kerak aslida. Hech bo'lmasa uyda ertalab turib badan tarbiya qilib, sog'lik uchun qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Mani ko'rayotgan bolajonlar, telefon o'ynab yotavermasdan ko'zinglarni qizartirib, aytib qo'ying, Imona, Nargiza hammanglarga. Undan ko'ra, конечно, oyingiz telefon o'ynagandan keyin telefoningni o'chir deydi. Bola aytolmaydi, ona, birinchi o'zingiz o'chiring telefonni. O'shaning uchun bolajonlarga sport bilan shug'ullanish juda ham foydali deb o'ylayman. Menimcha shu Sherzod akamning ovozlari shu shpagatdan keyin shunaqa bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Nima deyapsiz? Bu yoqqa Yo'q. Keling, bo'lmasam, Yulduzxon, qo'lingizdagi to'p bekorga siz bilan emas. Bizda keyingi shartimiz bevosita mana shu sport bilan bog'liq. Sherzod akam o'zlari sahnada bo'lganliklari uchun ular birinchi boshlab bersalar. Keling. Mana shu ko'k chiziqqa turib olasiz. Bu yerda basketbol setkasi turibdi. Koptodan sal kattaroq teshigi. Mana shu setkaga koptoni to'pni tushirishingiz kerak bo'ladi. Necha marta Yulduzxon? 10 ta. 10 marta. 10 marta ochasiz. 10 marta otasiz, 10 martada 10 necha marta. marta tushirsangiz, demak, mana shu umumiy hisoblardan chiqaramiz. Marhamat. Boshladik. Birinchi bo'lib shartimizni Sherzod pozitiv boshlab beradilar. Marhamat. Birinchi zarba, marhamat. Rahmat, hoji aka. Qo'l moslashyapti-da. Oh, молодец. Yaqinlashdi, ozgina qol. Ikkinchisi. Arsanglar. To'p kirib qaytib ketdi. Uchinchisi. Sherzod, To'rtta bitta. O, naryoq motor o'rindan ko'ra. Ha, ko'rib o'rganib olyapman. Voy, malay. Oltisida bitta. Ko'rmay qoldim. Ha, ko'rdim. Yettisida bitta. Aha. Rahmat. Sakkizida bitta. Voy. Yaxshi. Yana ikkita imkoniyat. Turing. Yo'q. Oling, To'qqizida bitta, oxirgisi. Uzatyapti. Sherzodga oxirgisi. Qarsanglar bilan tushirasiz. Voy! 10tada bitta. Zato bitta bor. Albatta bitta bor. Qani? Olim aka, endi sizga navbat. Qani, chiziqdan chiqib ketmaysiz. Albatta, harakat qilamiz. Qani? Ikkinchisi. Uchinchisi. To'rtinchisi. Beshinchisi. Oltinchisi. Hoppa. Yettinchisi. Qani? Chapichalib turibsizlar. Olim aka. Sakkizinchisi. Voy. To'qqizinchisi. Bitta qoldi aka, bitta. Oxirgi imkoniyat. Olim aka. Duosi bor. Kaptonga duo qo'ying, kapton. Yo'q, oltinglar. Kaptonga duo qilinglar, bering. Ya, 我的爷爷没我爱呀，我们走经过上树。Mana endi barcha tushiramiz. 10-chi oxirgi imkoniyat qarsanglar. Ko'rib turganinglardek, Sherzod akam birinchi bo'lib shartni boshlab berdilar. 10 ta to'pni uloqtirishda bittasiga setkaga poyladilar. Olim akam esa faqat studiyadagi rekvizitlarimizni poyladilar. Qarsigilar bilan ko'rib turibdiki, bizni bu shartimiz g'olibi Sherzod akamiz. Qarsigilar.
Mana hozir mana shu yerdan turib Yulduzxon tushirib beradi. Keling Yulduzxon, hozir mana Yulduzxon bitta tushirib beradi. Agar tushira olmasangiz boshingizdagi bitta yulduzingizni olib aytib. Tayyormisizlar? Bravo! Bizni Yulduzxon hammadan zo'r. Ham Yulduzxonni ko'tardingiz, ham koptonni ko'tardingiz. Malades Yulduzxon. Biz esa eng so'nggi 4-shartga navbatni e'lon qilamiz. Ketdik. Mana tushira olmadim. Yulduzxon, Labbay. mana bu pul. Do'konga tez chiqib ikkita non olib keling. Sehrli so'zni ayting. Qaytimi sizga? Yashasin! Na na na. Qaytimiga yana 10 ta non berarim. Na 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 na. Siz mahoratli, iste'dodli aktyorlarsiz. İnsonlarga, ya'ni odamlarga yaxshi kayfiyat, hattoki a'lo kayfiyat bag'ishlaysizlar. Shunday. Shu fazilatlardan bolalaringizga ham o'tganmi? Qisman o'tgan bo'lishi mumkin, albatta. Endi baribir Albatta. olmon tagiga olma tushadi deyishadi. Shunaqa. Qo'sh uyasida ko'rgani qiladi deyishadi. Ertalabdan shpagatda uxlab yotgan bo'lsa ham bu ham keladi, nima qilyapsiz deydi. Shpagat desa bu ham shpagat qilib yotadi-da. Endi hali 5 yoshga to'ldi, shunga Olim aka birinchi ko'rsata qolsinlar bu shartni. Olim akam javob beryapsizlar. Aha, Olim aka sizda farzandlaringizda ham bormi san'atga qiziqish? Qiziqadi. Mana bu sportga bermoqchi bo'ldim. Boksga berdik. Bokschilarimiz chempion bo'ldi-yu. Aha. Boksga bordi bular. Keyin Abduqodir Husanov APLga o'tdi-ku, Eldor Shomurodov Romada o'ynayapti. Bular boks tashlab futbolga o'tib oldi hozir. O, malol. Endi Nodir yaqinda shaxmatdan yutib qolsa, bular menimcha shaxmatga o'tib ketsa kerak. Ular sportchilarimiz, umuman qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar chempionlarimiz ko'paysin. Aytganingiz Xo'p, xullas har ikkalovilar ham san'atkorsizlar. Demak, men sizlarga hozir qo'limda bir qancha so'zlarni, bir qancha predmetlarni, hayvonlarning nomlari bor. Mana shularni tovushi chiqarmagan holatda pantomima, ya'ni qo'l xatti-harakatlari bilan, ijrolar bilan farzandingizga ko'rsatib berasiz. Ular topish kerak bo'ladi. Kim ko'p topsa, ana o'sha jamoa g'olib bo'ladi. Umumiy vaqtimiz qancha daqiqa beramiz? Bunda 2 daqiqa bera qolaylik. Xo'p, bo'ladi, 2 daqiqa. Bo'lmasam, 2 daqiqa beryapsiz. tayyormisiz Olim aka? Tayyormisan? Bo'lmasam, marhamat, boshladik. Birinchi so'z. Quyon. To'p bor. Basketbol o'ynayapsiz. Yo'q, nima shu? Non yopyapsiz. Nima yo'q? Koptok o'ynayapsiz. To'p. To'p, qop to'p. Aha. Xamir joyib. Xodik. Yo'q. Non yoyib. Non, to'g'ri. Mashina haydayapsiz. To'g'ri, mashina. Nima edi? Mishkada. Aha. Kompyuterni yozyapsiz. Kompyuterda. Plis sanayapsiz. Yo'q. Tanga. To'g'ri, tanga. Osmonni qarayapsiz. Osmon, to'g'ri. Qushlarni ko'ryapsiz. Yo'q. Qushlarni varrak uchiryapsiz. To'g'ri, varrak. Oxirgisi. Kuchukni yoningizgacha. Yo'q, kuchuk emas. Mushuk. Qarang, Mashina. yaxshilab qarang. Mashina g'ildirak qo'yadi. G'ildirak, to'g'ri. Oxirgisi. Ko'rpa yoyapsiz. Yo'q. Kiyimlarni. Yo'q. Hammani uyida bor. Hamma uyda bor. Dasturxon. Yo'q, boshqa. Dasturxon yoyapsiz. Ya. Oyna. Oxirgisi gilam edi. Gilam. Bizda 10 ta variantimizdan 9 tasini to'g'ri topdilar, lekin bittasiga Olim akam juda ham katta yordam ko'rsatdilar. Mana shu predmetlarimizdan foydalanib, demak, Gapirmadim. 8 tasi topdi. Ana. Yomon emas. Keling, Sherzod aka ko'rdingiz. Juda ham oson shartimiz, marhamat. Bekzod tayyormisan? Sherzod aka tayyormisiz? Birinchi so'z. Nima bu? Ayt.
Ha? Sher. Ha? Yo'q, bu Ay, Maymun. yo'q, maymun emas. Yana, bu hayvon to'g'ri, lekin qaysi hayvon? O'zbek zot bolam, iltimos. Tog'larda yashaydi. Multfilm bor u haqida. Masha i. Masha. Yo'q, Masha i. Masha i. Boshqasiga o'ta qoling nima? Ayiq edi bolam, bu ayiq Ayni. bunday qoldi. Hop, keyingisi. Endi qanaqa o'tiramiga? Nima mana shu narsalar? Nima shu? Maymun. Maymun. Nima bu? Maymun. Yo'q, Yomon qilmasdan lekin bor. Uyda nima o'ynaysan? Uyda nima o'ynaysiz? Maymun. Hop, keyingisi. Bo'p keyingisi. Mana bu nima? Nima Gapir bu? bezor, gapir bolam. Qush, to'ppa-to'p. Nima bu? Menda bor. Nima bu? Aski. Achki, to'ppa-to'p. Ko'z o'ynak. Nima bu? Hozir yaqinda ko'rdingiz. Dushman komandada. Nima bu? Landalan tog'larning qori bilan o'ynashma, yuksak. Ha? Nima? To'g'ri bera. Tog'lar bilan. Ana Bekzod turibdi. Nima bu? Ha? Gitara, to'ppa-to'p. Mana. Stop. Vaqt tugadi. Uzr, bu joyini tarjima qila olmaymiz. Bo'ladi, bolam, bo'ladi. Xullas, Sherzod akam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta so'zimizni pantomima tarzida ko'rsatishga harakat qildilar. Ulardan 4 tasini farzandlari topdi. Rahmat, Qarsakiylar. Demak, eng so'nggi shartimizni g'olibi ko'rib turganinglardek 9 tasidan 8 tasini to'g'ri topgan Olim akamni farzandlari Gulduros Qarsakiylar. Sherzod akamni ko'rdinglar. 6 tadan 4 tasini topdilar. Demak, bizni eng so'nggi 4-shartimiz g'olibi Olim aka Gulduros Qarsakiylar. Demak, shunda umumiy Bekzod hali kichkina ekanda, Ha, xudo xohlasa. 5 yosh ekanda. bugungi ko'rsatuvimizning umumiy natijalari qanday bo'lyapti Yulduzxon? Demak, umumiy hisob 2-2. Do'stlik g'alaba qozondi. Yo'q aka, yo'q aka. Bolalari qolib, otalari xursand. Mana, quchoqlashinglar. Qani, ana o'rtoqlar. O, ana bo'lmasa. Mehr oqibat bo'lsin, mehr oqibat. Katta bo'lsin, ilohim, sizlarning izinglardan kelsin. Bitta maqol bor. Bolani begonasi bo'lmaydi deydi. Shuning uchun bolalarimiz hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Omadinglarni bersin. Yulduzni qarang, xuddi meni qizlarimga o'xshaydi. Yulduzni ham yaxshi ko'rib qoldim. Ko'rsatuv haqida fikrlaringiz, Sherzod aka? Ko'rsatuv haqida fikrlarim juda ham zo'r, chunki ota bola chiqib bunaqa joyda bir pozitiv bo'lib rol ijro etib, otasini ko'rmagan qiliqlarini bolasi ko'rsa, juda ham qiziq bo'lar ekan. Tavsiya qilaman, bu ko'rsatuvni ko'ringlar. Juda ham qiziq. Ota bilan bola bir-biriga bo'lgan mehrini kuchaytiruvchi zo'r ko'rsatuv ekan. Omad tilayman. Bolajondan yiroqlashmang. Soat 10 dan keyin baliqlarni tomosha qilib, bo'lsa ham boshqa kanalga olinglar. Sog' bo'linglar. Olim aka, ko'rsatuv haqida fikrlaringiz va bolajonlarga niyatlaringiz. Bolalarimiz zukko, aqlli, mehnatkash bo'lsin. Mehnatni sevgan boladan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Dadalarni oilaga bo'lgan muhabbatini, bolalarga bo'lgan muhabbatini oshiradigan ko'rsatuv ekan. Bolalarni ham otaga bo'lgan muhabbatini oshiradigan. Albatta. Mana shu davrada, mana shu sahnada yana bir qancha oilalarni, san'atkorlarimizni, ularning farzandlari bilan kutib qolamiz. Bemalol bizga murojaat qilib, mana shu ko'rsatuvimizga tashrif buyurishingiz mumkin bo'ladi. Chunki mening dadam zo'r, to'g'rimi? Albatta, hamma dadalar sog' va salomat bo'lsin. Hammamizni farzandlarimiz mening dadam zo'r deb haftalar bo'lishi nasib etsin. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Kelasi hafta yana mana shu kunlarda yangi shartlar bilan, bolajonlar bilan birgalikda diydor ko'rishamiz. E'tibor uchun rahmat. Xayr.